yozyaptimi? Shogirdlarimiz savoli. Mohira do'kondan o'zidagi jami pulga 4 ta daftar va 3 ta ruchka sotib olishi mumkin yoki 3 ta daftar 5 ta ruchka sotib olishi mumkin. Agar daftarning narxi ruchkaning narxidan 2000 so'm qimmat bo'lsa, Mohirada jami qancha pul bor? Topinglar tez. 2000 so'm qimmat daftarning narxi. Tez ishlaymiz. Tez. Bugün şagirdim yaxshi ishlayapti. Tez. Mohirada jami qancha pul bor? Jami pul topasizlar. O'tirganlardan kim ishlab bo'ldi? Doskadan birinchi o'tirganlardan kimdir bo'lsa 2 ta 5 qo'yaman. Malades. Qancha pul bor ekan Mohirada? Daftarning narxi qancha ekan? Daftarning narxi 4000 so'm. Ruchkaning narxi? Malades. Mubina shogirdimdir. Nasi ham bo'ldi. Qancha pul ekan jami? 2000 so'm. Malades. O'tiringlar.